issiqlikni, mehrni berish uchun kelamiz bolam. Mana shuni his qiling. Biz bu yerda yallo qilib, bir o'ynab kulib, kimnidir kamsitish uchun kelmaganmiz. Bizning oliy maqsadlarimiz bor bolam. Bizni birlashtiradigan millat o'laroq, ummat o'laroq bizni birlashtiradigan mana shu his, mehr, oqibat. Bu bizdan qoladigani va biz bilan ketadigani. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yetimni boshini silanglar deganlar. Bilasiz, Alloh taolo kimni qalbida desa, miskinni, qiynalganni, mazlumning qalbi xursandchiligida. Biz Allohni topish uchun kelganmiz. Sizlarning qalbingizdan xursandchiligi agar hosil bo'lgan bo'lsa, demak Alloh bizdan rozi bo'ladi inshaalloh. Biz gunohlarimizni to'kish uchun, Alloh roziligini topish uchun, dunyoda hayotga kelgan asl maqsadimizni topish uchun kelganmiz. Endi na iloj. Hozir zamon shunaqada, insonlarni ko'zi ko'r bo'lib qolgan. To olib kelib ko'rsatib, voy barakat topib, mana sen ko'rmayotgan odamlar bor, mamlaqa yashayotganlar ham bor. Sen eshitmaslikka olganing bilan, bilmaslikka olganing bilan, ko'rmaslikka olganing bilan bular yo'q bo'lib qolmaydi. Bularga ertaga javob